Barchangizga salom do'stlar, sizlar bilan Super Daromad kanali do'stlar. Do'stlar, bugungi videomizda yana bitta Telegram bot orqali sarmoyasiz 3 xil kripto valyutani ishlashni ko'rib chiqamiz do'stlar. Albatta o'sha ko'rsatmoqchi bo'lgan botim sizga albatta shu videoning opisiyanida bo'ladi do'stlar. Keyinchalik do'stlar mening Telegram kanalim ham bor. Telegram kanalimda o'sha yangi chiqqan botlar, yangi chiqqan o'yinlarni birinchi men Telegram kanalimga tashlab boraman. Keyinchalik do'stlar o'sha botlardan, saytlardan pul chiqarsam men albatta o'sha Telegram kanalimga skrinshot qilib tashlab boraman. Ya'ni qaysi sayt, qaysi bot ekanligini bemalol kirib olib, sizlar ham bilib olib bemalol pul ishlashga mumkin bo'ladi, albatta sarmoyasiz. Albatta Telegram kanalimga ham sizga albatta shu videoning opisiyanasida bo'ladi do'stlar. Endi hozir men botga o'tib olaman. Va mana do'stlar, ko'rishingiz mumkin, men botga ham o'tib oldim va bu botimizning nomi Bonus Empire bot deb nomlanadi. Bu botimiz Birds Empire degan bitta bot bor edi. Qushlar boqib pul ishlanadigan. Bu xuddi shu botni kopiyasi desak ham bo'ladi, lekin bu yerda mana bunday kuchuklarni boqib biz pul ishlashimiz mumkin bo'ladi do'stlar. Bu yerdan do'stlar botga start bosamiz va bu yerdan play now da bosamiz. Birinchi kirganimizda shunday qiladi. Bu yerdan yana qayta перезагрузка berib yuboramiz va botga yana qayta kirib olamiz do'stlar. Ko'rishingiz mumkin, botimizning ko'rinishi xuddi shunday bo'ladi. Bu yerda mana kuchuklar bor. Mana bunday ko'rishingiz mumkin, kuchuklar mana ko'rishingiz mumkin nomlarni yozib qo'yibdi. Bu yerda common degan kuchuk bor. Masalan, bu 500 ta silver degan mana bunday moneta bor. Silver monetasi, ana shu 500 ta silver monetasiga biz yig'ib olishimiz mumkin bo'ladi va bu har kun, ya'ni har soatiga 10 tadan mana bunday suyak desak ham bo'ladi. Ana shu narsadan berib boradi do'stlar. Bundan do'stlar biz 10 ta sotib olsak, mana bu uncommon degan mana bu ikkinchi kuchukka o'tishimiz mumkin bo'ladi do'stlar. Mana bu yerda mana bu common degan birinchi kuchukdan 10 ta sotib ola olmasak, mana bu ikkinchisi ochilmaydi. Ya'ni mana bu yerda 10 ta sotib oldik, ikkinchisi ochildi. Endi ikkinchisidan ham 8 ta sotib olsak, keyin uchinchisi ochiladi. Bu rare degan ekan, rare va boshqa epic, legendarniy, bu yerda mana godlike, bu yerda mana ko'rishingiz mumkin. Bularning endi nimasi, ya'ni har soatlik suyak berishi ularning ko'payib ketadi. Shuning uchun o'sha qimmatroq bo'lib ketadi. Ularning mana bunday silver, mana bu mana ko'rishingiz mumkin, o'ng tarafda tepada burchakda silver monetasi bor. Ana shu monetani ko'proq to'plab shundan pul ishlashimiz mumkin bo'ladi do'stlar. Bu yerda ko'rishingiz mumkin, mana shunday qilib sotib olib ketishimiz mumkin bo'ladi. Masalan, hozir uncommon degan sotib olamiz. Ko'rishingiz mumkin, sotib oldik. Endi mana bu yerda hozir ko'rishingiz mumkin, mening har soatlik mana bunday suyak berish nimasi 180 ta. Endi nima qilamiz? Yana bu yerdan mana sotib olaman. Endi ko'rishingiz mumkin, yana endi 206 ta bo'ldi. Endi bu yerdan yana mana bosib, yana sotib olaman. 2000 ta silverga har bitta kuchuk har soatiga 25 tadan moneta olib kelib turar ekan ikkinchisiga. Hozir ko'rishingiz mumkin, har soatiga 231 tadan men mana bunday suyak ishlab olishim mumkin bo'ladi do'stlar. Endi yana 3 ta sotib olsam, keyin mana bu uchinchisi ochiladi va yana ko'proq mana bunday har soatlik pul olishim mumkin bo'ladi do'stlar. Endi bu yerda pastda shop bo'limi bor. Bu shop bo'limi orqali biz bu yerdan pul kiritishimiz ham mumkin bo'ladi bu botga. Masalan, bu yerda mana ko'rishingiz mumkin, $4 adashmasam $4 evaziga biz sotib olishimiz mumkin bo'ladi mana bu birinchi kuchukni. 10 tadan 10 ta, keyin mana bunda mana bu ustiga bossak ko'rishimiz mumkin bo'ladi adashmasam. Bemalol ko'rishlar mumkin bo'ladi do'stlar. Mana shu yerdan pul kiritish xohishi albatta o'zingizlar bilasizlar. Lekin albatta sarmoyasi ham to'lab beradi deyishyapti. Bu yerda keyin task bo'lim bor. Bu yerda biz referallar taklif qilib, mana bu yerda ko'rishingiz mumkin, pul ishlashimiz ham mumkin bo'ladi. Ya'ni o'sha monetalar, silver monetalardan beradi. Keyin bu yerda Telegram kanaliga obuna bo'lganimiz uchun bu yerda ot xayr bo'limi, bu yerda yana bonuslar, qo'shimcha bonuslarni bajarganimiz uchun bizga yana bonuslar berib boradi do'stlar. Endi do'stlar, bu yerda dogus bo'limini tushuntirib o'tdim. Keyin bonus bo'lim bor. Bu mana bu yerda biz ishlagan mana bunday sunyaklarimizni, masalan, bu yerdan dogus bo'limidan bu yerda mana tap qo'yib bosib biz balansimizni o'tkazib olishimiz mumkin bo'ladi do'stlar. Keyin bu yerdan bonus deganga o'tamiz. Hozir reklama chiqib ketdi. Bonus deganga o'tsak mana shunday chiqib turadi.
hozir nima qilish kerak? Mana bu yerda sunyaklar chiqish kerak. Hozir 0 ta turibdi. Va biz o'sha sunyaklar chiqqanidan keyin biz mana bu balansimizga o'tganidan keyin o'sha sunyaklarni sotib yuborib, mana bunday gold monetasiga almashtirishimiz mumkin bo'ladi. Mana bu yerda chap tarafda tepada burchakda ko'rish mumkin bo'ladi. Ana shu monetaga almashtirganimizdan keyin ana shu gold monetasi orqali biz pul qilib chiqarib olishimiz mumkin bo'ladi do'stlar. Bu yerda menu bo'limi bor, bu yerda historiya, keyin Proof of Wizraf bor, ya'ni pul chiqarganlarni ko'rish mumkin bo'ladi. Oxirgi 25 ta pul chiqarganlarni bu yerda mana ko'rish mumkin. Toncoin'da har xil masalan summalarda chiqarishyapti. Eng minimalda hali bot bugun ishga tushdi. Bugun ishga tushganligi sababli shuning uchun hali unchalik katta summalarni pul chiqarishmayapti, lekin albatta pul chiqarishyapti va to'lab beryapti. Endi bonus bo'limiga o'tamiz. Bitta botga obnovit berib yuboramiz hozir. Va mana bu yerda mana bu sunyaklarimiz hisobimizga kelib tushishi kerak bo'ladi do'stlar. Nega hozir kelib tushmayapti? Mana ko'rish mumkin. Mana ko'rish mumkin, sell degani chiqdi. 109 ta hozir bizning balansimizda bor. Ko'rish mumkin 100 ta coin, bitta coinga to'g'ri kelyapti. Ya'ni mana bu yerdagi 100 ta sunyak mana bu bitta sariq monetaga to'g'ri kelyapti, gold monetasiga. Bu yerda endi sell deb bossak, hozir 634 gold mana bu balansimizga tushar ekan. Mana bu yerda 634 silver balansimizga tushar ekan. Exchange deb bosamiz, ya'ni 50-50 qilib qo'yibdi. Bu yerda ko'rish mumkin, mana balansimiz o'zgardi. Endi do'stlar, bu yerdan pul chiqarib ham ko'rsatib beraman. Bu yerda biz ko'rish mumkin deposit, keyin kalkulyator ham bor, games bo'limi bor, bu yerda referral sistemasi bor. Bu yerda mana referans etganimiz olib, o'sha do'stlarimizga ham tarqatib, ular ham kelib ishlay boshlasa, yana biz qo'shimcha bonuslar olishimiz mumkin bo'ladi. Ularning ishlaganidan va yana o'sha aytilgan o'zining summalaridan. Endi do'stlar, bu yerda exchange bo'limi bor. Bu yerda endi maksimalni bosamiz. Bu yerda mana ko'rish mumkin, mana bu gold monetasini almashtirib ham olishimiz mumkin bo'lar ekan. Lekin albatta bunisi o'zingizga xohishi. Endi pul chiqarib ko'rsatib beraman. Bu yerda yana deposit bo'limi bor. Bu yerda ko'rish mumkin, mana buy now deb bosib, mana bu birinchi kuchukdan 10 ta sotib olishlar mumkin bo'lar ekan do'stlar. Endi albatta deposit kirish xohishi aytib o'tgandek. Endi bu yerdan Wizdraft deb bosamiz. Wizdraftda ko'rish mumkin 3 xil turdagi o'sha nimalar bor. Ya'ni kriptolar bor. Masalan, bu yerda ko'rish mumkin 100 hozir 100 ta gold tonda masalan pul chiqarsak 100 ta gold bu 001 tonga to'g'ri kelyapti ekan. Keyin mana bu 100 ta gold esa mana bu 0.37 tronga va Litecoin desa unga ham to'g'ri kelyapti, ya'ni o'sha 00 nechidirga. Masalan do'stlar, biz qaysinda chiqaramiz hozir? Masalan, tonda chiqarsak, uje tonda negadir arzonlab ketgan. Ya'ni mana bunda 100 ta goldni boya biz 006 ga almashtira olardik. Hozir 001 bo'lib ketgan uje. Shuning uchun hozir kellayapti, mana bu tronga chiqara qolamiz. Tronda masalan bu yerga kripto o'sha tron adresini kiritasizlar va bu yerga mana bunday maksimalni bosasizlar. Ko'rish mumkin 0.43 tron bo'lyapti. Ya'ni 115 tasi 0.43 ton, ya'ni tron bo'lyapti. Bu yerda masalan tonga o'tkazib ko'rsak 0.02 ton bo'lyapti. Ya'ni negadir kurs o'zgaryapti. Har daqiqasiga hozir ko'rish mumkin qanchadir bo'lib, yana qanchadirga o'zgarib ketyapti uje. Bu yerdan masalan endi mana shu nima deydi bir tronda chiqara qolamiz do'stlar. Bu yerga mana ko'rish mumkin. Hozir tron adresini olib kelib qo'yaman. Do'stlar, mana tron adresini oldim. Endi bu yerga qo'yib olamiz. Mana bu tron adresi degan joyga. Endi bu yerdan maksimalni bosib, o'sha Wizdraftni bossak, endi confirmni bosamiz. Hozir endi penny holatiga tushish kerak. Wizdraft o'sha pul chiqarganimiz haqida aytilyapti. Endi nima qilamiz? Bu yerda historiyasiga bossak, yuborishga ko'rish mumkin, penny holatida turibdi. Bu yerda mana 115 ta gold o'sha tron adresimizga ketganligi ko'rish mumkin bo'ladi do'stlar. Bu yerda hali balansimizdan chiqib ketmadi. Endi adashmasam hozir avtomatik to'lab berish kerak, lekin bu yerda Wizdraft bo'limida aytilgan nima? Ya'ni 12 soatdan maksimalni Wizdraft bitta ekan, kunlik adashmasam.
24 soatgacha cho'zilishi mumkin ekan to'lab berish vaqti. Hop, albatta do'stlar, bu botimizdan pullar kelib tushishi bilan men Telegram kanalimga o'sha screenshot qilib tashlab qo'yaman. Shuning uchun Telegram kanalimga ham o'tib obuna bo'lib qo'yinglar. Aytib o'tgandek, Telegram kanalimning silkasi albatta shu yerning opsiyasida bor do'stlar. Do'stlar, bugungi videolarimiz shulardan iborat edi. Agar video yoqqansa videoga bitta like bosib, kanalimizga obuna bo'lib qo'yishni ham unutmang.